Alo. Alo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rustam aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tushunmadim. Rustam aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rustam aka, biz sizni Telegram ilovasining tabriklar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling, bu yoshlarning ko'plarini ko'rib yuring. Biz sizga atalgan tabrikni o'qib eshittiramiz. Birozgina vaqtingizni ajratsangiz. Rahmat. Ayni damda siz bilan qo'ng'iroqlashib g'oyib bilan suhbat qurayotgan inson tabriklar loyihasi boshlovchisi Fotima Hasan qizi bo'laman. Rustam aka bugun sizni qadrlab, e'zozlab, hurmat qilib, ko'nglingizga o'zgacha yo'l bilan quvonch olib kirmoqlikni o'z oldiga maqsad qilgan inson kim bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'rasizmi? Xudoga shukr. Boshqadan bo'lsa menda qizlarim ko'p. Mashalloh, ko'z tegmasin. Shu qizlarim bo'lsa kerak. O'g'illaringiz ham bormi? Bor, bitta o'g'lim bor. Nimaga birinchi bo'lib qizlarni aytyapsiz unda? Ular nima deganda ko'pchilik ko'rgan. Mashalloh, ko'z tegmasin. Hammasi buni oliy ma'lumotli, sanoqli. Mashalloh. Shularni deb o'yladim. Qizlarni oliy ma'lumotli qilgan otaga ming rahmat. Jannatga yo'lak, jannatning bir pardasi bo'lib turgan qizlaringiz sizni qadrlab, e'zozlab, hurmat qilib, ko'nglingizga o'zgacha yo'l bilan quvonch olib kirmoqlikni o'z oldiga maqsad qilishgan ekan. Nechta qizingiz bor? 4 ta qizim bor. Ko'z tegmasin, qatordan kam qilmasin. Mana shu 4 tala qizning ichida kim bo'lishi mumkin? Kamol. Yo'q. Yo, Toshkentdagisiga. Ismlari nima? Hilola. Mumkinmi Hilola opa ham shunaqa qilishlari? Ha? Mumkinmi Hilola opa ham mana shunday tabriklar, mana shunday pozitiv g'oyalar o'ylab topishlari? Mashalloh, ko'z tegmasin. Albatta qizlar otaga o'zgacha mehribon bo'lishadi. Qizlar otani o'zgacha yaxshi ko'rishadi. Sizni qadrlagan, e'zozlagan, hurmat qilgan inson Hilola opa ekanlar. Va ularning qatorlarida qudangiz Farida opa, kuyovingiz Obidjon aka, nevaralaringiz Abdulloh, Mustafa, Sadiya xonlar barchalari sizni chin qalbdan muborakbod etmoqda ekanlar. Sizga atalgan tabrikni o'qib eshitiraman, o'ylaymanki javobiringiz bilan eshitasiz. Assalomu alaykum. Qadri doim men uchun qaddidan baland bo'lgan qalqonim, duogo'yim, qiblagohim, dadajonim. Ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Go'zal yoshlik, beg'ubor bolalik bera olgan dadajonim. Bizlar uchun hammasiga tayyor bo'lgan, bizning bor quvonchimiz va shodligimizning sababchisi bo'lgan dadajonim. Umringiz bundan-da uzun, rizqingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Robbim sizni faqatgina yaxshiliklari bilan siylasin. Bizni deb o'tgan umringiz, chekkan zahmatingiz, fido bo'lgan yoshligingiz evaziga Allohim sizga faqatgina bu dunyoda yaxshiliklari, uzoq umr, keyin esa jannatning firdavsi a'lolari bilan siylasin. Nimaiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, xayrlisi va ziyodasi bilan yetishib yuring. Biz sizni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Sizdek aziz insonlarning farzandi ekanligimizdan faxr va iftixor tuyib yuramiz. Sizning tarbiyangizni olganimiz, sizning qo'l ostingizda o'sganimiz bu bizning eng oliy faxr va iftixorimizdir. Hammasi uchun sizga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Umrim oxiriga yetguncha sizga xizmat qilsam-da, sizning oldingizdagi qarzlarimni ado eta olmayman. Dadajonim, gohida yoshlikda, endi esa kattalikda, gohida sho'xligimiz, gohida amalimiz, gohida tilimiz bilan bergan ozorimiz bo'lsa sizdan uzrlar so'raymiz. Sizning duoyingiz va rizoligingiz bilan bizning hayotimiz nurlarga to'ladi. Boringizga behisob shukronalar aytaman. Qadringizni har nedan, har kimdan, har qachon bilan bilgan va siz bilan juda ham faxrlanuvchi qizingiz deb o'z tilaklarini yakunlabdilar. Rustam aka, Hilola opani sizga atalgan tabriklari mana shunday yakunlanibdi. Ularga bo'lgan o'zingizning samimiy tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytib olishingiz mumkin. Alo. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Allohim. Dunyo turguncha tursin, hammalari. Navallarim, kuyov bilan qizim qo'shganini qo'sha qarisin. Amin. Bizani shuni izollabdi, endi ballari ularni izollasin. Allohim. Shunday bo'lsin, Allohim.
Hammalar sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar, salo ishlaringizga omad. Rahmat, salomat bo'ling Rustam aka. Biz ham sizni chin qalbdan muborakbod etamiz. Bu yoshlarning ko'plarini ko'rib yuring. Allohim bergan aziz ne'matlaringiz, farzandlaringiz rohatini rohatlarda ko'rib, nevara, evara, chevara davronlarda rohatlarda surib, xolajon bilan birgalikda qo'sha qarib, mana shunday farzandlaringizning duogo'ylari bo'lib turmoqlikni nasib aylasin. Rahmat. Salomat bo'ling, shukrona kunlarini yaxshi kayfiyatlarda o'tkazib oling. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Sizlarga ham shunday kunlar nasib qilsin, ko'proqni ko'ringizlar. Amin, ilohim. Salomat bo'ling. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim. Siz bor nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uyda shirin choy uchun, sizga rahmat aytaman dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmon